Assalomu alaykum. Bu yerda Excel bo'yicha formulalarni tushuntirib ketyapman. Bu yerda sum, countni o'tgan darsimizda ko'rib o'tdik. Endi esa navbat average funksiyasiga. Average funksiyasi bu o'rtachasini hisoblash, ya'ni raqamlarning o'rtachasi yoki bitta shartga qarab raqamlarning o'rtachasini hisoblash, uchinchisida esa raqamlarni hisoblashda istalgancha shart kiritish. Bu masalan raqamlarning o'rtachasini hisoblashdan boshlaymiz. Birinchisi bu average ning o'zi. İkincisi bu average if. Üçüncüsü average ifs. Bu average'ning o'zi tushunish shakllari, ya'ni boshqa yo'llar bilan average nimasini hisoblash, kengaytirilgan shartlar bilan shartlar qo'shish yo'li orqali hisoblash. Bu average birinchisi o'zidan ko'rib chiqamiz. Mana bu holatda narxlarni o'zini belgilab olib enterni bossak kifoya 34150. Bu yerdagi narxlarning o'rtacha qiymatini chiqarib beryapti. Hop, bu jadval ko'rinishida biz hozir belgilab oldik. Endi buni biz o'sha create from selection yo'li orqali paragraflab olganmiz. Bu biz jadvalimizning nomini nomlab olganmiz. Shuni narxi deb kiritganimizning o'zi ham kifoya qiladi. 34150. Average narxi 34150. Qiymat o'zgarmaydi, bir xilda tashkil qiladi. Ya'ni bu narxlarning o'rtachasini hozir bizga hisoblab ko'rsatyapti. Mana 819600 bu umumiy narxi. 24 mahsulot bor, count average esa 34150. Bu yerga yana qo'shishingiz mumkin. Bu yerga hech qancha unutmasdan boshqa holatda maksimum minimumlarni ham kiritib olishingiz mumkin. Mana minimum 12 ming so'm, maksimum 75 ming so'mgacha bo'lgan mahsulotlar mavjud. Endi keyingisi average if bu bitta shartga ko'ra raqamlarning o'rtachasini hisoblash. Ya'ni shart kiritib olamiz. Shart kiritishni o'tgan darsimizda ham, oldingi darsimizda ham tushuntirib beraman. Hozir ham aytib o'taman. Data bo'limiga o'tamiz. Data bo'limida data validation bo'limi bor. Shuni tanlagan holatda listlar ro'yxatidan listni tanlaymiz, ya'ni ro'yxatni tanlab olamiz. Va bu yerdan bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar ro'yxatini ham kiritamiz va OK tugmasini bosamiz. Mana men oldin qo'shgandim, lekin bir ko'rsatib o'tdim sizlar uchun. Mana lavash, burger, pizza mahsulotlar ro'yxati tayyorlandi. Endi shunday ekan, biz funksiyani yozamiz. Baravar average if, mana average if chiqdi. Endi biz aynan qaysi mahsulotning o'rtachasini hisoblamoqchimiz. Buning uchun o'sha berilayotgan mahsulotlar ro'yxatidan mahsulot deb qidiramiz. Aynan qaysi mahsulot, aynan bu mahsulotning o'rtachasini, ya'ni narxining o'rtachasini bizga chiqarib beradi. Mana lavashning o'rtacha narxi 23275 so'm tashkil qiladi. Bu jadvalimizda lavashning o'rtacha narxi. Bu yerda lavash narxlari har xil berilgan. Mana lavash bittasida 16000, lavash 16000, lavash 70000 berilyapti, lavash 22000, lekin ularning o'rtachasi 23275 so'm tashkil qiladi. Bu bitta shartga ko'ra raqamlar o'rtachasini hisoblash. Uchinchi shart bu istalgancha shart kiritish orqali o'rtachasini aniqlash. Hop, buning uchun yana shart kiritib olganman. Tayyor lavash yokida mana o'sha xaridorlar ro'yxatini ham kiritdim. Artel, Ronna, Megamix. Men sanani ham kiritib oldim. Qaysi sanadan qaysi sanagacha? 9-yanvar, 2-yanvardan 9-yanvargacha bu shartda aytyapti. Artelda lavashning o'rtacha narxi qancha? Keling shuni hisoblaymiz. Buni hisoblash uchun average if funksiyasidan foydalanamiz. Average if, mana average ifs, average if deyman, average ifs. Hop, buning uchun mana average range deyapti, ya'ni aynan nimasini topmoqchimiz, shuni so'rayapti bizdan. Bu funksiyalarimizning formulalarimizni uchinchi formulalarda ham sum ifs, count ifs ularda ham aytib o'tgan. Aynan nimaligi, aynan qaysi bo'limni hisoblash kerakligini bunda ham aytyapti. Average range, ya'ni nimani hisoblamoqchisiz? Ularni biz narxini o'rtachasini hisoblamoqchimiz. Narxini o'rtachasini hisoblash uchun mana narxni kiritdik. Endi kriteriya range qaysi? Kriteriya bo'yicha, bu mahsulot kriteriyasi bo'yicha aynan qaysi mahsulot, ya'ni lavashning o'rtachasi. Keling shuni o'zini hisoblab ko'ramiz. Mana 23275 so'm.
Hozir biz tepadagi formulani kiritib yozdik. Bu yerda formulada tepa bilan past bir xil mana 23.275 so'm 23.275 so'm tashkil qilyapti. Buni o'zgartirganimizda qiymat o'sha formulaga yarasha o'zgaradigan formulani ishlayapti. Ya'ni pizza, burgerlarning o'rtacha narxini chiqarib beryapti. Endi artel ya'ni xaridor tomonidan xaridorda o'rtacha narxi qancha deb shu funksiyaga yana qo'shimcha kiritamiz. Ya'ni xaridor qismini qo'shamiz. Buning uchun bu yerga xaridorlar ro'yxatini kiritamiz. Xaridor chiqdi. Aynan qaysi xaridor, qaysi bo'limning xaridori bu. Va enter. Artelda burgerning o'rtacha narxi 25.486 so'mni tashkil qilyapti. Keyin bu yerdan ko'ramiz. Xaridorlar ro'yxatidan Artel tanlaymiz. Mana bu yerda narxni ko'rib oling 25.486 so'm. Artel aynan qaysi mahsulot? Aynan burger. Narxida o'zgarish har xil narxlar qo'yilgan. Muddatiga qarab 24.75 ming bo'lgan, 21 yanvarda 21.400 bo'lgan va bularning o'rtachasi 25.406 so'm tashkil qilyapti. Mana bu yerda o'sha summa 178 ming so'm tashkil qilyapti va bularning o'rtachasi mana average 25.486 so'mni ko'rsatyapti. Filtrdan chiqaramiz. Xo'p. Mana uni ham ko'rdik. Endi yana funksiyaga qo'shimcha shart kiritishimiz mumkin. Ya'ni sana muddat oralig'i, qaysi vaqt oralig'ida qancha mahsulot Artel tomonidan o'rtacha narxda bo'lgan. Bu yerga yozamiz sana kiritamiz va mana shu sanadan katta bo'lsin import pallasi qo'shish ularni jamlash uchun qaysi vaqtda 2-yanvardan boshlab deylik. Yana sana, ya'ni sanani kiritishimizdan maqsad qaysi sana vaqt oralig'ida. Bu birinchi sanamiz, ikkinchi sanamiz. Kichkina bo'lsin bu vaqt oralig'ida. Qaysi sanadan, ya'ni bu sanadan bu vaqt oralig'ida kichkina bo'lsin, enter. Mana 2-yanvardan 9-yanvarga qadar Artelda burgerning o'rtacha narxi 12 ming so'm bo'lgan. Mana 2-yanvardan 9-yanvargacha Artelda burgerning narxi 12 ming so'm. Keling bu yerdan ko'ramiz. Mana belgilab olamiz. 2-yanvargacha endi Artelni topamiz. Mana Artelning burgerdagi narxi 12 ming. Artel burger narxi 12 ming. Artel burger narxi 12 ming. Shularning o'rtachasi Artelda burgerning narxi 12 mingligini ko'rsatyapti. Agar bu muddatni biz uzaytiradigan bo'lsak, oyning oxiriga boradigan bo'lsak, mana qiymatimiz ham o'zgaryapti. 2-yanvardan 25-yanvargacha, ya'ni 23 kun davomida Artelda burgerning o'rtacha narxi 25.496 so'm tashkil qilgan. Mana shu sana oralig'ida Artelda burgerning narxi o'zgargan, 75 ming bo'lgan, 158 ming bo'lyapti. 21 ming, uzr. Artelda 21 ming, Artelda burger 25 ming va ularning o'rtachasi esa 25.496 so'm tashkil qilyapti. Bunda funksiyamiz tamom. Tushunarli bo'lganimizni xursandmiz. Bu yerda biz 3 ta funksiyaga to'xtalib o'tdik. Ketma-ketlikda alohida to'xtaldim. Iloji boricha sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.